عليك صلى الله, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. عليك صلى الله, oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever... Assalomu alaykum, aziz obunachilar, aziz kuzatuvchilar. Mana bugun Abduvali akam bilan kelishgan holda podkast olishga qaror qildik. Podkastimiz nomi Tolib ilm hayoti. Samimiy fikrlar bilan, samimiy so'zlar bilan podkast olishga harakat qilamiz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Afdalus salati va atamut taslim ala sayyidina va habibina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Suhbat nomi mavzuni bildirib turibdi o'zi, Tolib ilm hayoti. Bu mavzuda avvalambor gapirishga o'zimizni ahil deb bilmaymiz. Haqiqiy tolib ilmlar boshqacha bo'ladi bilamiz. Lekin shu tahorat yo'g'ida tayammum degandek bilganimizcha shu mavzuda fikr almashishlikka rozi bo'ldik. Hazrat aytganlar bu gap. Ko'p kitoblarida tahorat yo'g'ida tayammum deb kamtarliklardan u kishiniki, bizniki haqiqiy. Abduvali aka, o'zingiz tanladingiz-ku, ochiq gaplashaylik. Bu mavzuni o'zingiz tanladingiz. O'zingiz shu mavzuda gaplashaylik deb qaysarlik ham qildim, yo'q dedingiz, shu mavzuda gaplashamiz deb. Nimaga aynan shu mavzuni tanladingiz? Chunki menga eng ko'p keladigan savollar mana shu tolibiy ilmlardan va mana shu tolibiy ilm hayotiga bog'liq masalalar. Ko'pchilikni qiziqtirgan savollar bor. Mana shu savollarga shoyatki suhbatimiz orasida bir javob chiqsa va yangi ilm yo'liga kirib kelayotgan tolibiy ilmlar yoki endi ilmni boshlagan, haliga o'tish bosqichida turganlar bo'ladi. Yoki bizga o'xshab o'sha haligacha odam bo'lolmagan. Yo'q, o'sha o'tish bosqichidan o'tib ketganlar o'tib ketdi, lekin o'sha qiyin vaziyatlarda dalda bo'ladi degan ma'noda aytishlikka harakat qilamiz. Alloh ajr bersin, inshaalloh. Endi o'zi tolibiy ilm deganda bir tushunib olish kerakda, tolibiy ilm kim desa, tolibiy ilm albatta bir diniy muassasada yoki albatta bir rasmiy joyda o'qiyotgan inson yoki safar qilib yurtidan uzoqda yurgan inson emas. Tolibiy ilm qassob ham bo'lishi mumkin, novvoy ham bo'lishi mumkin, sotuvchi ham bo'lishi mumkin. Biz bozorda sotuvchilik qilgan vaqtimizda ham tolibiy ilm edik. Balki o'sha vaqtda yaxshiroq tolibiy ilm bo'lgandirmiz deymiz. Chunki ikki yoqqa harakat qilganda inson ko'proq harakat qiladi. Ikki tarafni to'g'rilab ketaman debdi. Endi mana hozir 10 yil bo'pti deyarli ilm yo'liga chiqqanimizga, shu yo'lda ko'rganimiz, bilganimiz, ustozlardan eshitganlarimiz, tolibiy ilm degani o'zi bir narsani o'rganishlikka harakat qilayotgan inson. Qaysi sohada bo'lishligidan qat'iy nazar. Masalan, shar'iy ilmlarni o'rganayotgan inson tolibiy ilm, boshqa inson tolibiy ilm emasmi desa, yo'q, hatto handasani o'rganayotgan inson ham, algebra, geometriyani o'rganayotgan inson masalan, hammasi tolibiy ilm bo'la oladi. Aytganimizdek, biror bir hunarmand ham ilmni talab qilishligi mumkin. O'zi ilm deganda shu bir narsani bilishlik. Ulamolar aytadi, mana shu o'rinda ilm aql bilan olinadi, irfon ma'naviyat bilan, ruh bilan olinadi deyiladi. Olimlar deymiz, oriflar deymiz. Olimlar katta pog'onada, katta martabada turadi, lekin irfon egalari ham olim, ham orif hisoblanadi. Demak, bu mana shu ilm irfonni talab qilayotgan inson hammasi tolib ilm bo'laveradi. Ya'ni boya aytdingiz, har qanday inson tolib ilm bo'ladi demadingiz, tolib ilm bo'la oladi dedingiz. Nima demoqchi bo'ldingiz? Ya'ni aynan shu joyni o'sha aytmoqchi bo'lganim, boshqa bir sohada shug'ullanayotgan inson ham o'zi qasd qilgan, o'zi hadaf qilgan maqsadiga yetishlik yo'lida harakat qilayotgan bo'lsa, tolib ilmdir. Maqsad nima bo'lishi kerak? Endi bu nisbiy narsada. Kimnidir roziligi, maqsadi Alloh roziligi bo'ladi, Rasulining roziligi, Alloh Rasulining muhabbati bo'ladi. Kimnidir niyati falonchi voyni xursand qilish bo'ladi. Ikkalasi ham mana shu yo'lda qilayotgan harakati o'shani talab qilyapti-da, tushundingiz? O'zi arabchadan kelib chiqsa, tolibul ilm talab qilayotgan inson, ilmning tolibi. Demak, tolibiy ilmni bildik, ilmni bildik. Ana endi tolibiy ilm, shar'iy tolibiy ilm,
shar'iy ilmlarni o'rganish yo'lga chiqqan insonlar bor. Biz o'zimizni sohamiz shu bo'lganligi uchun ko'proq bu sohaga og'ishimiz mumkin. Kuzatuvchilarimizdan uzr so'raymiz. Har kim o'zi bilganini gapiradi to'g'risi va ko'proq men o'zim hayotimda ko'rganim shu ustozlardan, ulamolardan eshitganimni gapiraman. O'zimda bir narsa yo'q. Naynolasi degan bir bayt bor. Masnaviy sharifda Jaloliddin Rumiy rahimahulloh birinchi bo'lib Masnaviyni shu bilan boshlaganlar. O'zi Masnaviy sharif Qur'oni Karimni forscha tarjimasi deyishadi, chunki Qur'on va sunnatni o'zida jamlagan ma'nolarini. O'zi Quyon va toshbaqa qissasi shunday narsalar, masallar-ku, lekin jamlagan. Ma'nosi bor ichida. Mana shu Masnaviy sharifni shu baytlar bilan boshlaydilar. Tinglanaydin, ne hikoyat aylagay deb boshlanadi. O'sha nay nolasi. Nayning tilidan aytilgan gap. Nay Alloh roziligini, Rasuli roziligini istab, Alloh rasuli muhabbati yo'lida yo'lga chiqqan bir tolibi ilm. Ya'ni Allohni tolibi, Allohni talab qilayotgan inson. Istilohda murid ham deyiladi, solik ham deyiladi yoki tolib ilm. Mana shuni tilidan aytilgan bir so'zlar. Shu ibora bilan biz tolibi ilm bilan shar'iy ilmlarni yoki Alloh rasulini roziligini istab yo'lga chiqqan inson bilan boshqa tolibi ilmlarni farqlay olamiz. Ya'ni aytish mumkin-da, siz o'zingizni tolibi ilm deb bilasizmi yoki men o'zimni tolibi ilmligimni qanday bilaman desa, hozir ajratamiz. Shu muhim. Nay aytadiki, men o'zi bir qamish edim deydi. Qamishzorda bilamiz, bir botqoqqa o'xshagan joyda qamishlar o'sadi. Atrofimda qarindoshlarim, ota-onam, yaqinlarimni orasida o'sayotgan bir qamish edim. Shunga o'xshagan narsa bo'ladi, qamish ham. Mana shunga o'xshagan narsa bo'ladi. Mana qamish-ku. Qamish o'xshagan. Bambukni. Demak, qamish aytadiki, ota-onam, yaqinlarim bag'rida o'sayotgan bir qamish edim. Bir kishi keldi. Kim u? Usta. Usta naychi. Bu o'zi aslida qamishni kamolatga yetkazmoqchi bu. Tushundingizmi? Qamishga dushman emas, lekin qamish voqelikni natijasini bilmaydi. Voqelik bilan yashaydi, shu voqelikdan gapiradi. Aytadiki, meni tegimdan kesdi deydi. Ozgina uzilish bo'lib qoldi. Telefon bo'lib qoldi. Davom ettiramiz. Xo'p, davom ettiramiz. Qamish. Qamish haqida gaplashayotgandik, tolib ilm. Ya'ni o'zini yashab turgan muhitidan uni olishdi, ustaxonaga olib borishdi. Endi haligi qamish ishni nihoyasini bilmaganligi uchun voqelikdan o'zini holatini juda og'ir deb biladi. Qarasa, atrofida yaqinlari yo'q. Keyin uni ichini bo'shatishadi. Avval quritishadi pechkaga qo'yib. Ho'l bo'ladi-ku qamish. Keyin uni ichini bo'shatishadi. Ichini bo'shatish uchun sim bilan tozalanadi-da uni ichi. Sim bilan tozalanadi, joni og'riydi, azob chekadi. Lekin tushunmayapti nima bo'lganini. Keyin uni ichini bo'shatib, haligi qizib turgan temir bilan teshishadi. Nay yasamoqchi usta, lekin bu bilmaydi. Nega menga azob beradi deydi-da. Bambuk bilmaydi. Shunday teshib, orqasiga oldiga uskunalar o'rnatib va keyin bu yoqdan puflaydi. Nay aytadiki, keyin mendan deydi, go'zal seslar chiqa boshladi. Ovozlar chiqa boshladi deydi. Turcha yaxshi. Qaysi ovoz? Haligi puflayotgan insonning ovozi. Mumkinki usta bo'lmasligi mumkin. Usta o'zini vazifasini bajardi, ketdi. Endi xuddi shunday tolib ilm ham shu yo'lga kirganda, ilm yo'liga kirganda ko'p qiyinchilik, mashaqqatlar chekadi. Qaysi ilmni talabida turgan bo'lsa, agar shu yo'lni oxiriga yetkazadigan bo'lsa, masalan, algebra, geometriyani mutaxassisi bo'lmoqchi bo'lgan inson bo'lsa, haligi Xorazmiyning gapini gapiradi oxirida. Xorazmiy o'ylagandek o'ylay boshlaydi-da. Shar'iy ilm yo'liga kirgan inson ham Alloh va Rasulini kalomini o'rganib, Qur'on va sunnatni o'rganib, mana buni keyin vaqti kelib omonatni yetkazish vaqti kelganda, uni og'zidan chiqqan va Alloh va Rasulini kalomi aslida uni so'zi bo'lmaydi. Keyin ta'sirli ham bo'ladi. U nay bo'ladi xolos. Nay bo'ladi, o'rtadagi vosita xolos. Lekin u bo'lganda ham bu havoni o'zini chiqarib bermayapti-da.
O'zidan hech insonlarga narsa yoqadigan qilib chiqarib beryapti, tushunyapsizmi? O'rtada har xil uskunalar qiynaldi-ku bu. Qiynalganini oxirida natijasini ko'rish kerak-da. ko'rish kerak. Xuddi shunday ilm tolibi ham ko'p qiyinchiliklar chekadi. Lekin Alloh taolo albatta mana shu qiyinchiliklar sabab, mashaqqatlar sabab tolib ilm yo'liga kirmoqchi bo'lganlarni qo'rqitmoqchi emasman. Mana aytmoqchi bo'lgan narsa mana shu narsaga ehtiyot bo'lish kerak. Tayyor turish kerak, shu yo'ldan chiqib ketishlikka ehtiyot bo'lish kerak, chiqib ketmaslikka ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni qiyinchilik kelgan vaqtda Alloh taolo Qur'oni Karimda astag'firullah allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. O'zining yo'limizda qiyinchilik, mashaqqat ko'rganlarni o'zimiz to'g'ri yo'limizga hidoyat qilamiz dedi. To'g'ri yo'lga hidoyat topishlikning birinchi muqaddimasi nima ekan? Jahadu fina. Bizning yo'limizda qiyinchilik chekish kerak avval. Keyin Alloh o'zini to'g'ri yo'liga hidoyat qiladi. Mana shu yo'lga kirib kelayotgan aka-ukalarimiz, birodarlarimiz, yaqinlarimizga bu yo'lga tayyor turishlikni, lekin oxiridagi natijani o'ylashlikni tavsiya qilaman. Abdumalik aka, hozir bitta narsani aytdingiz, muhim narsa deb bilaman. O'zimni hayotimda ham ko'p bo'ladi. Yon atrofimdagilarda ham ko'p bo'ladi. O'sha hammani hayotida, hamma tolib ilm ko'radigan narsa o'sha narsa bo'ladiki, ular birinchi talabalikni boshlashganida ba'zan 40 kishi, ba'zan 50 kishi boshlashadi. 1 yil o'tadi, 20 ga tushadi, yana 1 yil o'tadi, 10 ga tushadi, yana 1 yil o'tsa 5 ga ham tushib qolishlari mumkin, Alloh saqlasin. Va 4-yil yoki 5-yil kelganda chiqib ketadigan o'zi bo'lib qolishi mumkin. O'zim hayotimda ko'p bo'ladi. O'qishim davom etib turgan holatida ham. Universitetdagi darslarim zo'r ketib turgan holatida ham. Hech qanaqangi bahona bo'lmasa ham, ba'zilarda bahona bo'ladi albatta. Ba'zilarda qiyinchilik bo'ladi, ilmdagi qiyinchilik, moddiy tomonlama qiyinchilik bo'lishi mumkin. Lekin ba'zan bo'ladi, qiyinchilik bo'lmasdan turib, bir sizni u ilmdan ajratib qo'yishga sabab bo'lmasdan turib, ba'zan xuddi o'zingizni ilm ololmayotgandek, bo'lmasam o'sha G'azoliylarda o'qiganingizda, haqiqatan ilmini o'qib, aytganingizda, haqiqiy tolib ilmlarning hayotini o'qiganingizda, "Ama ilm o'qimayapman. Buni o'qigandan ko'ra o'qimagan yaxshi." ga o'xshagan vasvasalar keladi. Sizga o'sha oldingizga borib suhbatlashganimizda, bitta qahva ichganimizda o'zimga kelib qaytib kelaman-da. Shu lekin gap o'zi qahvada-da, haqiqatan emas. Maqtab qo'ying qahvani. Shu nimaga deb o'ylaysiz? Bu o'zi nima? Bu vasvasami yoki bu haqiqatan insonni tabiati yoki sof inson o'zi gapiradimi? Yoki bu shaytondanmi? Ba'zan shaytondanga o'xshaydi, ba'zan bo'lsa o'sha sof o'zim aytyapti buni. Haqiqatda aytyapti. Sen o'qimayapsan, o'qimaganingdan keyin ketaver. Ibora o'qigandim, ancha bo'ldi, 2 oy bo'ldi. Zehnimda shunday o'rnashgan. Aytadi, ilmni voqelikda bor narsa deb qabul qilish kerak-da. Mana bilasiz, aqida ilmida yoki mantiqda aytiladi-ku, e'tiboriy narsalar bor-da. Ya'ni faraziy narsalar. Ilm unday narsa emas-da, vujudiy narsa. Ilm o'zi ma'lumot emas-da. Masalan, sun'iy intellektlar hozir eng olim mavjudot hisoblanadi agar ma'lumot desak. Yo'q, ma'lumot emas-da. Bir insonning vujudidan ikkinchi insonga ko'chib o'tuvchi nur. Ilmning asl ta'rifi shu. Endi ilm o'ziga ahil bo'lmaganlarni o'zidan uzoqlashtiradi deydi. Ilm o'ziga ahil bo'lganlarni tanlab oladi deydi. Endi mana shu saylov jarayonidan o'tish, qanday o'tish siz bilan menga bog'liq-da. U nima bilan bilinadi deyilsa, u sidiq bilan bilinadi. Inson talab qilayotgan narsasida haqiqiy sidiq bilan talab qilayotgan bo'lsa, ilm uni seçadi, tanlaydi. Ya'ni o'ziga ahil qiladi. Endi yana bir narsa bor, vasvasa, to'g'ri aytdingiz. Shu boshlanishida bo'ladi. Men 90% tolib ilmlarda ko'rganman va yashaganman. Buni o'zimda ham bo'lganda, chunki sizda ham bo'lgan, aniq bilaman. Qaysi bir tolib ilm bilan gaplashmaylik, hammada bo'ladi. Ilm yo'liga kirganda nima qilib yuribman men bu yerda deydi-da inson. Oshna oilalarım yaxshi mashinalar minib yuribdi, katta uchastkalar, shirkatlar qurishyapti. Moli bilan ham oxiratda jannatni sotuvsa bo'lar ekan-ku deb o'ylab qoladi inson. Ba'zan bunaqa, ba'zan bo'lsa yoki men ahil emasman bunga deb o'ylaydi. Men ahil emasman bunga deydi-da. Bu bir narsani tushunish kerak, shu holatda bu vasvasa. Bu vasvasa. Inson shu narsani tushunish kerak, inson baribir o'zini harakati bilan yetisha olmaydi bu narsaga.
aytdikmi, suhbat boshida aytildi shekil. Muso alayhissalomga Alloh taolo biz sizni bandalarimiz orasidan tanlab oldik deydi. Mustafa dedik. Istafayna min Bugun ibadina deydi. video olishdan oldin gaplashgandi bu mavzuni. Demak, Alloh taolo Muso alayhissalomni tanlab oldi. Mana shu oyatning tafsirida ulamolar bu faqat Muso alayhissalomga emas, shariatni homili bo'lgan har bir insonga deydi. Subhanalloh. Ya'ni Alloh shariatini insoniyatga yetkazaman deb mana shu yo'lga chiqqan inson har biri tanlab olingan. Tanlab olishning ham bosqichlari bor, bilamiz. Boshida ochiq aytaveramizda endi inson millionlarcha maxluqotlarning orasidan tanlab olinadi. Onasini qornida ekanligida, onasini rahmida ekanligida millionlarcha maxluqotlar orasidan birgina yoki ikkigina inson tirik qoladi. Shayx Mahmud ko'p gapiradi. Bu umumiy tanlab olishlik. Antal Mustafa, antal Mushtaba, antal Murod deydilar. Siz tanlab olingansiz, iroda qilingan, haqiqiy tanlab olingan zot sizsiz. Bu umumiy tanlab olinishlik, insoniylik jihatidan. Qolganlar ketdi. Aytadilar, bir sunami keldi, bir kishi omon qoldi, ikki kishi omon qoldi. Qolganlarni yuvib ketdi. Ana endi bu umumiy tanlab olishlik. Ikkinchi bosqichi bor bu tanlab olishlikni. Alloh o'zini shariatini yer yuziga o'zi yuborgan risolasini insoniyatga yetkazish uchun ba'zi insonlarni tanlab oladi. Haligi nay hissasiga o'xshab. Ota-onasini bag'rida, yaqinlarini bag'rida turganda unga o'xshagan qanchalar qamishlar bor edi. Mana shu yerda masalan 100 ta bay bormi? Orasidan bittasini tanlab oldi degani, demak, bu haligi tanlab oluvchi nazdida e'tiborli bu. Bunda bir qobiliyat bor. Haligi inson mana shuni tushunib yetish kerak. Nimaga meni tanlab olib bu yerga olib keldin? Masha'ni deydi-yu. Nima o'rnim bor bu yerda desa, tushunib yetadiki, demak, shuncha insonlar orasidan tanlab oldimi? Tanlab oluvchilarning eng yaxshisi Alloh. Avvali, oxiri, oqibatini biluvchi zot bu inson. U zotan o'zi yaratgan. Demak, u inson biladiki, amali bilan yetisha olmaydi bu narsaga. Jiddiy jahdi bilan, zehni bilan yetisha olmaydi. Nima bilan yetishadi? Nima bilan yetishadi? Istimror bilan, davomiylik bilan yetishadi. Mana shu yo'ldan chiqib ketmaslik bilan yetishadi. Ibn Atolloh Sakandariy aytadilar hikmatlarida, maqomuka haysuma aqamakalloh. Alloh seni qo'ygan o'rin mana shu seni maqoming, mana shu seni o'rning. Ya'ni Alloh bir yerga qo'ydimi, bo'ldi. Mana shu yerda inson mustahkam turadigan bo'lsa, natijaga qarash kerak emas-da. Bu boya aytgan narsangiz vasvasa, natijaga nisbatan insonlar oxiratdan noumid bo'ladi. Amali kam deb o'ylaydi. To'g'ri, harakat qilish kerak, qo'rqish kerak, lekin amalga suyanish kerak emas-da. Boya aytdim, mutasikilda kelayotganda aytdim-ku, ba'du nahnu fi jami'ihim abduhum. Ya'ni bizni uzoqlashtirsanglar ham sizga qul bo'lib qolamiz dedilar Imom Ravos. Demak, natijaga qaralmasa o'tib ketadi bu vaziyatdan. Agar yo'q, ilm bilan, ma'lumot to'plash bilan men olim bo'laman deb o'ylasa inson adashadi. U chiqib ketadi. Keyin mana shu aytganimdek talaba olish bosqichi bor. 1 oy bo'lsin, 2 oy bo'lsin o'tirganda vasvasalar kela boshlaydi. Ustozlar tavsiya qiladigan, mana Qur'onda, sunnatda vorid bo'lgan shaytondan panoh tilanadigan duolar bor. Keyin o'sha atrofidagi insonlarga ham bog'liq bu. Ya'ni atrofidagi o'ziga o'xshagan kesib olingan qamishlarga ham bog'liqda. Tushundingiz? Bir-biriga suyanch bo'lish kerak bu yo'lda. Shuning uchun Alloh yo'lida shunaqa bir birodar tutish kerak. Masalan, siz aytyapsiz-ku, bir qahvaga borib kelaman deb. Biz ham bir borib keladigan qahvaxonalarimiz bor-da. O'sha yerdan olib kelasiz. Zol-zor qahva ichasiz. Demak, mana shu bilan menimcha bu bosqichdan o'tib ketsa kerak o'sha vasvasadan. Ya'ni, balki bitta gap bilan talab ilmga aytiladigan maslahat, ya'ni shu alohida aytiladigan maslahat, chinga qo'y, oxirigacha bor. Qolsang qolding. Agar qolmasang qadar. Aytadi-yu, osilsang balandorga osil, yiqilsang hech kim kulmaydi dedi-yu. Bu sharafda bu. Men aytaman-da, shu yo'lga mana hozir ilm talabida yurganimizga ancha bo'ldi. Birgina ustozni falonchi voy deb ismimni aytishi deyman. Ismimni aytib chaqirishi bir olim yoki orif zotni shuncha ketkazgan umrimga yetadi deyman. Boshqa hech qanday ma'lumot olmagan bo'lsam ham falonchi voy deb qo'ysa bo'ldi-da. U qiyomat kunida ham aytadi. Al-ahillah deyiladi-ku Qur'onda. Qiyomat kuni o'sha bir-biriga birodar bo'lganlar, dunyoda birodar bo'lganlar bir-birini tortadi-da. Demak, bu yo'lda orqaga qaytish yo'q. Hali aytadi-yu,
Mayli. Shu yerda to'xtataylik. Mavzu cho'zilib ketadi. O'zi o'sha Ibn Atolloh Sakandariyning hikmatlaridan ikkinchi hikmat bor. Shuni o'qishni hammaga tavsiya qilaman. Olib ilmni o'zi maqsadi nima? Hadafi. Hadafi nima? Shar'iy talab ilmni. Shariat yo'lida. Ha, albatta. Hozir o'zimizga Bizga bog'liq jihati. Hop, o'zi umumiy bir qoida bor. Imom G'azzoliy Ihyo Ulumuddinda ko'p zikr qiladilar shuni. Har bir o'rganilayotgan narsani qadriga qarab, o'rganilayotgan narsani ko'zlangan maqsadiga qarab, o'rganilayotgan narsani qadri bilinadi deydi. Masalan, siz nahv fanini o'rganyapsiz, nahv fanidan o'rganishligingizdan maqsad grammatikani nima? Arablar bilan gaplashishmi? Demak, arablar bilan gaplashishlik bir pog'ona. Pog'ona. Endi Alloh rasulini kalomini tushunishlik undan yuqori pog'ona. Endi Alloh rasulini kalomini tushunishlikka olib boradigan ilmni darajasi arablar bilan gaplashishlikka eltadigan darajadan yuqori bo'ladi. Yuqori bo'ladi. Masalan, aqida fani nimani o'rganadi? Allohning ism sifatlari, ilohiyat bobi bor, nubuvat bobi bor, oxirat ilmlari. Demak, Alloh borliqda, vujudda eng komil zot. Unga teng keladigan biror bir zot bo'lmagan zotmi? Demak, Allohning zotini o'rganadigan ilm ham ilmlarning eng sharaflisi bo'ladi. Tushundingizmi? Ulamolar shar'iy fanlarni mutaxassislari o'zlarining fanlarini boshqa fanlardan ustun ekanligini shu jihatdan isbotlab berishadi. Masalan, fiqh ilmi ulamolari ham hukmlar, Alloh joriy qilgan hukmlar bo'lganligi uchun Allohning hukmlarini o'rganadigan ilm eng oliy ilm deyshadi, fiqhni eng yuqoriga ko'tarishadi. Shunaqa deyshadi. Grammatik ulamolar ham Qur'on, hadisni o'rganganligimiz uchun bu ilm eng yaxshi ilm deyshadi. Shunday tarjih qilinadi. Demak, umumiy qilib oladigan bo'lsak, talab ilmning maqsadi nima? Hadafi nima? Nimaga yetishmoqchi? U aytganimizdek nisbiy masala, oldiga qo'ygan maqsadi bo'ladi har bir insonning. Mana shu ilm yo'liga kirishligidan Alloh roziligini, payg'ambar alayhisalomni olib kelgan risolatlarni boshqalarga yetkazish, u zotga haqiqiy voris bo'lishlikmi? Agar shuni maqsad qilgan bo'lsa, bu eng oliy narsani qasd qilibdi. Mana shu uni qasdi bo'ladigan bo'lsa, bu jannatga olib boradigan, qiyomat kuni payg'ambar alayhisalom bilan bir safda turishlikka olib boradigan narsa. Vorislikdan murod nima? Misol uchun voris deyaveramiz. Omilda endi mana qarang. Olib kelingan risolatni egasiga yetkazishlikda shunchaki yetkazib qo'yishlik bor. Masalan, pochtalyon. PTTdan nimani oladi? Pochtani oladi, yuzga olib kelib beradi. Ichida nima borligini o'zi ko'rmaydi. Yeydigan narsa bo'lsa totib ko'rmaydi. Chiroyli narsa bo'lsa korobkada olib keladi, yuzga qo'yib ketadi. Yana bir inson bo'lishi mumkinki, omonat. Omonatni yetkazadi, u omonat mana bu risolat bo'ladigan bo'lsa, buni tatib ko'rishligi mumkin. Zavqini o'zi totib ko'rgan bo'lishi mumkin. Mumkinmi yoki o'zi kerakmi? Yo, o'zi aslida shar'iy ilmlarda kerak. Kerak, albatta, vojib. Lekin ba'zi ulamolar agar totib ko'rmagan bo'lsa, hozir biz biladigan tilda aytsa, o'zi amal qilib ko'rmagan bo'lsa ham, to'liq amal qila olmagan bo'lsa ham, rubba balig'in hadis bor-ku. O'shanga ko'ra yetkazib qo'yganini o'ziga ham savob oladi. Ajr oladi. Maşallah. To'liq o'zi amal qila olishligi albatta afzal. Bir qancha hadislar bor, oyatlar bor bunga. O'sha holatda niyati to'g'ri bo'lgan holatda yetkazsa, ya'ni shoyat bu kishi mendan faqihroqdir bu masalada deb. Shunday. Demak, uni maqsadi o'zi kirgan yo'lni qadriga qarab bilinadi. O'zi kirgan yo'lni qadrini bilsa, buni olib boradigan joyini ham biladi. O'sha olib boradigan joyini qasd qilsa, chunki ilm vositadir. Ilm aslmi? Yo'q, vosita. Asl Alloh roziligi, Alloh visoli, Allohga yetishishlik. Bunga olib boradigan narsa ilm. Demak, vosita. Xuddi bir yerga borishingiz kerak, avtobusga minasiz. Avtobus o'zining yo'lida ketadi, siz qolasiz manzilingizda. Ilm ham shunday. Sizni Ramazon Bo'tiy hazratlarining otalari, Mulla Ramazon Bo'tiy ko'pchilik eshitgan bu qissani aytganlar. Bolam, agar Alloh muhabbatiga yetadigan yo'l
ahli terishda bo'lganda edi, ahli terishga buyurardim seni. Lekin Alloh roziligiga yetib olib boradigan narsa ilmda deb bildim. Shuning uchun ilm yo'liga qo'ydim. Ilm yo'lidan hech qachon chiqmagan deb tayinlaganlar. Hazrat Ramazon Bo'tiy o'sha hikmatlarni sharhida aytganlar. Qancha qiyin holatda qolganimda ham ilm yo'lidan chiqmadim. Tengqurlarim zumalai deydilar. Sinfdoshlarim Saudiyadan asal olib kelib sotishardi. U yoqqa asal olib borib sotishardi, tijorat qilishardi. Lekin ilm yo'lidan otamni nasihatlarini olib chiqmadim. Otalar nasihatlari o'sha agar sani Alloh taoloni qumama tozalab, musir tozalab odam bo'lishingni, Alloh taoloni tanishingni bilganimda musir tozalattirardim. Lekin ilmda topdim deganlar uchun. Shu istiqomatda bo'lish kerak-da. Endi maqsadini so'radingiz, maqsadni bildik. Ya'ni iloh Alloh taoloni yer yuziga yetkazmoqchi bo'lgan risolatini homili, buni ko'tarib yuruvchi inson bo'lsa, eng oliy maqsadni yo'lga qo'yibdi. Bu yo'lda qaytish kerak emas. Endi o'sha siz aytganingizdek asosalar, qiyinchiliklar kelganda men o'zim so'raganman. Mana shu Turkiyaga kelganimda Shayx Avvoma Muhammad Avvoma hafizahullohni ziyoratlariga borganda so'raganman. Kayfa vasaltum degan. Men yetib hozir yetgan darajangizga qanday yetgansiz desam, aytganlarki, olim bo'lish oson degan. Faqat bu yo'ldan chiqib ketmasang bo'ldi deganlar. Tushundingiz? Davomiy bo'ladigan bo'lsang, ozginadan masalan bir peylani bunday qo'yib qo'ysa agar ichiga yomg'ir yog'sa ham tushmaydi-da. Qoragan aytganlaridek, tomchi tushsa ham to'ladi-ku. Xuddi shunday davomiy olib yursang 20 yil, 30 yilda albatta olim bo'lib qolasan, lekin bu yo'ldan chiqib ketish kerak emas. Chiqib ketsang qancha jiddiy jahd bilan harakat qilgan bo'lsang ham olim bo'la olmaysan deganlarda. Qanaqa men bu yo'ldan chiqib ketmasligim mumkin? Doimiy ilm yo'lida yurishim mumkin desam, duo bor deganlar. Robbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana va hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Oyat. Mana shu duoni o'qishni tavsiya qilganlar. Har kuni ertalab 3 marta, kechqurun 3 marta. Men esimdan chiqmasa haligacha o'qib yuraman shuni. O'qib yurgan deganlar, kelgan deganlar, bu duoni o'qishlikdan murod faqatgina ilm yo'lidan chiqib ketishlik emas, hidoyatdan chiqib ketishlik. Ehtiyot bo'lishlik kerak. Alloh hidoyat qildi, mana shu hidoyatida davomli turish uchun o'qigan duoni. Lekin olim bo'lish oson. Davomiy o'qib yursang inshaalloh olim bo'lasan deganlar-da. O'zi olim bo'lish ham g'oya emas-da, to'g'rimi? G'oya emas-da. Ilm bilan, u bilan nimaga yetiladi? Mana shu g'oya. O'sha yana savolimizga qaytamiz. Hadafimiz nima? Maqsad talab ilmning maqsadi nima desa, talab ilm bo'lish emas. Albatta, Allohning roziligiga yetish, Allohni bunday qilib aytganda shu bilan xursand qilish. Shu bilan Allohga suyukli banda bo'lish. Shayx Noblusiydan ham so'raganman. Muhammad Rotib Noblusiydan kayfa vasaltum ustozlarimizni ziyoratga kelishganligida Alloh kechirsin, ularning oldida Mahmadona Ali qilib so'raganimda har doim bitta gapni aytadilar. Imom Shofiyga ham nisbat beriladi bu gap. Dunyoni istasang ham ilm izla, oxiratni izlasang ham ilm izla, dunyo bilan oxiratni jamlashni istasang ham ilm izla degan. O'ylaganman-da, mashinada ketyapman. Demak, nima xohlasam ham ilm kerak ekanda degan. Ilmsiz bo'lmas ekanda degan. Odamni tupikka tiqib qo'yadi-da, tushundingiz? Ilmsiz bo'lmaydi. Hech bir narsaga ilmsiz erishib bo'lmaydi deganida bu. Qaysi bir g'oya, qaysi bir maqsad bo'lsin, o'sha narsani o'rganmasdan yetib bo'lmaydi u narsaga. Men o'zim bu ilm yo'lida yoqimli qiyinchiliklarni ko'p totib ko'rganman. Masalan, shu qissa bilan tugataman. Imom Abdulqodir Jiloniyning Rabboniylikni anglash, Rahmoniy fayzni qozonish degan kitoblari bor. Mana shu kitobda meni eng ta'sirlantirgan bir ibora bor. Ya Robbim dedilar, senga hech bir vali va hech bir nabiy qiyinchiliksiz yetisha olmagan ekan dedilar. Hech bir nabiy, hech bir vali yo'qki, rohat farog'atda yashagan bo'lsa. Seni roziligingga yetishlik yo'li qiyinchilik bo'lsa, bu qiyinchilikni menga ber dedilar. Qiyinchilikni ber, lekin bu qiyinchilik insonlar nazlida qiyinchilik bo'lsa, meni nazlimda Ibrohim alayhisalom o'tga otilganda insonlar nazlida Ibrohim alayhisalom o'tga ketyapti, lekin Ibrohim alayhisalom borar manzillarini biladilar. Chunki Robbilariga bo'lgan iymonlari, ishonchlari quvvatli. Xuddi Ibrohim alayhisalomga o'tni jannat bog' qilib qo'yganingdek, o'sha qiyinchilikni menga yengillik, yoqimli qilib bergin deydilar.
Haqiqatda juda ko'p mashaqqat chekkanlar. 25 yil cho'lda riyozat chekkanlar deyiladi. Borib oxiri mana shu qamishlarni suv ustida yurgan baylarni yeydigan darajaga yetib borganman dedilar. Shu yo'sinda o'qidim. 8 yil deyiladi vallohu alam. Bag'dodda o'qiganlari Bag'dod muftiysiga aylandim. 4 mazhabdan fatvo bera oladigan darajada olimga aylanganlar-da. Demak, bu yo'lda ko'rgan yoqimli qiyinchiliklarimiz yoki atrofimizdagi o'zimiz bilgan olimzodlar, birodarlarimiz, aka-ukalarimizni hayot yo'llari haqida gapirish edi bu o'zi. Podkastdan murod. Endi bugungi suhbatni muqaddima o'rnida qabul qilasizlar. Ilmni bildik, mohiyatini bildik, irfonni bildik, tolibi ilmni bildik. Tolibi ilmni hayot yo'li boshqa insonlarning hayot yo'lidagimi yo'qmi? U yo'lda chiqadigan vasvasalar, qiyinchiliklar, moneliklar haqida gaplashdik. Ana endi keyingi suhbatlarimizda davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu. Oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever